Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugun men pensionerlar, nafaqa oluvchilar va ularning farzandlari uchun juda muhim masalani tushuntirib beraman. 1-iyuldan boshlab ko'pchilik e'tibor bermaydigan, lekin pensiya pulining kechikishi, vaqtincha to'xtatilishi yoki ortiqcha olingan pullarni qaytarish talab qilinishiga olib kelishi mumkin bo'lgan tartiblar yanada jiddiy nazorat qilinadi. Bu xabar hammani qo'rqitish uchun emas, lekin beparvo bo'lgan odamlar uchun haqiqatan ham yomon oqibat keltirishi mumkin. Agar oilangizda pensioner bo'lsa, ota-onangiz, buvinggiz, bobongiz pensiya olsa, albatta videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun kimlar xavotir olish kerak, kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi. Qaysi hujjatlar muhim, qaysi xatolar pensiyani to'xtatib qo'yishi mumkin, hammasini oddiy tilda tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotlar ko'pincha kech eshitiladi. Odam esa zararni ko'rib bo'lgan bo'ladi. Avval qanday edi? Ko'p pensionerlar pensiyasini oyma-oy olardi. Kimdir bank kartasiga, kimdir naqd shaklda, kimdir ishonchnoma orqali farzandi yoki qarindoshi yordamida olardi. Hujjatlarda kichik xato bo'lsa ham ayrim hollarda odamlar buni o'z vaqtida sezmasdi. Masalan, pasport almashtirilgan, lekin pensiya bo'limiga yangi pasport ma'lumoti yetkazilmagan. Yashash manzili o'zgargan, lekin ro'yxatdan o'tish ma'lumotlari yangilanmagan. Nogironlik muddati tugagan, lekin odam komissiyadan qayta o'tishga ulgurmagan. Ishga kirgan pensioner bu haqda xabar bermagan. Chet elga uzoq muddatga chiqib ketgan odamning pensiyasi esa eski tartib bo'yicha davom etavergan. Endi nima o'zgarmoqda? 11-iyuldan keyin pensiya va nafaqa to'lovlari bo'yicha ma'lumotlarni solishtirish, tekshirish, elektron bazalar orqali aniqlash jarayoni kuchayadi. Men buni oddiy qilib aytsam, davlat organlari pensioner haqidagi ma'lumotlarni faqat bitta hujjatga qarab emas, balki bir nechta manbalar orqali tekshiradi. Masalan, fuqarolik holati, pasport ma'lumotlari, yashash manzili, bank kartasi, nogironlik muddati, ish joyi, o'qish ma'lumotnomasi, vasiylik yoki ishonchnoma kabi holatlar bir-biriga mos kelishi kerak. Yomon xabar nimada? Yomon xabar shundaki, agar sizning ma'lumotlaringizda nomuvofiqlik bo'lsa, pensiya to'lovi kechikishi yoki vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Bundan ham yomoni, agar odam noto'g'ri asosda pul olib kelgan bo'lsa, ortiqcha to'langan summa qaytarib olinishi mumkin. Masalan, bir odam nogironlik nafaqasini olishda davom etgan, lekin qayta tibbiy ko'rikdan o'tmagan, yoki boquvchini yo'qotganlik nafaqasi olayotgan talaba o'qishni tashlagan, lekin bu haqda xabar qilmagan. Bunday holatlarda to'lov to'xtashi bilan cheklanmaydi. Ayrim hollarda oldingi oylar uchun olingan pulni qaytarish masalasi ham chiqadi. Birinchi navbatda hujjatlari eskirgan pensionerlar ehtiyot bo'lishi kerak. Masalan, pasport yoki ID karta almashtirilgan bo'lsa, lekin pensiya bo'limida eski ma'lumot turgan bo'lsa, tizimda nomuvofiqlik paydo bo'ladi. Ko'pchilik men baribir o'sha odamman-ku deb o'ylaydi. To'g'ri, siz o'sha odamsiz. Lekin to'lov tizimi uchun hujjat raqami, berilgan sana, amal qilish muddati, shaxsiy identifikatsiya raqami juda muhim. Agar bankdagi ma'lumot bilan pensiya organidagi ma'lumot mos kelmasa, pul kartaga tushish kechikishi mumkin. Ikkinchi guruh, ishonchnoma orqali pensiya olayotganlar. Bu juda nozik masala. Masalan, megan 2 yoshli onaxon yura olmaydi, pensiyasini qizi oladi. Qizda ishonchnoma bor, lekin ishonchnoma muddati 20-iyulda tugagan. 11-iyuldan keyin qiz banka yoki pochta bo'limiga borsa, muddati o'tgan deb pul berilmasligi mumkin. Onaxon esa buni tushunmaydi. Har oy olib kelarding-ku deydi. Shu sababli ishonchnoma muddati, notarial tasdiq, pensionerning tirikligi va roziligi bo'yicha hujjatlar juda muhim. 3-guruh, nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Bu yerda eng ko'p uchraydigan xato. Tibbiy ijtimoiy ekspertiza muddati tugaydi, lekin odam qayta ko'rikka bormaydi. Masalan, bir fuqaroga 2 guruh nogironligi 2024 yil 1-iyulgacha belgilangan bo'lsa, u 11-iyuldan keyin ham avtomatik tarzda pul tushadi deb o'ylamasligi kerak. Agar nogironlik muddati uzaytirilmagan bo'lsa, to'lov vaqtincha to'xtatiladi. Keyin odam hujjatlarni topshiradi, komissiyadan o'tadi. To'lov qayta tiklanadi. Lekin bu jarayon 5 kun emas, ba'zan 20 kun, ba'zan undan ham ko'proq cho'zilishi mumkin. O'rtada doriga, oziq-ovqatga pul kerak bo'ladi. Shuning uchun muddat tugashini kutib o'tirmaslik kerak. 4-guruh, boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi oluvchilar. Ayniqsa 15 yoshdan oshgan farzandlar kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa,
ulardan o'qish joyidan ma'lumotnoma talab qilinadi. Masalan, 19 yoshli yigit otasidan qolgan nafaqa oladi. Chunki u institutda kunduzgi bo'limda o'qiydi. Agar u o'qishni tashlasa, sirtqi bo'limga o'tsa yoki akademik ta'til olsa, nafaqa olish huquqi o'zgarishi mumkin. Lekin u bu haqda xabar bermasa, keyin 3 oy, 6 oy, hatto yil davomida olingan pul bo'yicha savol tug'iladi. Men bilmagan edim degan gap har doim ham yordam bermaydi. 5-guruh ishlayotgan pensionerlar. Ko'pchilik ishlayotgan pensioner pensiya olmaydi deb noto'g'ri tushunadi. Aslida bunday emas, lekin ayrim to'lovlar, qo'shimchalar, imtiyozlar, kompensatsiyalar ish holatiga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner rasmiy ishga kirgan, lekin bu ma'lumot tegishli tizimlarda aks etmagan yoki aksincha ishdan chiqqan bo'lsa ham hali ma'lumot yangilanmagan. Natijada hisob-kitobda farq chiqadi. Men bunday vaziyatlarda odamga birinchi navbatda mehnat shartnomasi, ishga kirgan yoki ishdan bo'shaganlik buyrug'i, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlarni saqlab qo'yishni maslahat beraman. 6-guruh. Chet elga ketgan yoki uzoq muddat yashash joyini o'zgartirgan pensionerlar. Masalan, pensioner 6 oyga farzandining oldiga boshqa davlatga ketdi yoki boshqa viloyatga ko'chib o'tdi, lekin ro'yxatini o'zgartirmadi. Pensiya to'lovi bilan bog'liq ayrim holatlarda yashash manzili, haqiqiy yashash joyi, bank hisob raqami muhim bo'ladi. Agar pensionerning o'zi mamlakatda bo'lmasa, lekin pensiyasini boshqa odam doimiy olib tursa, ishonchnoma, tiriklikni tasdiqlash, bank talablari kabi masalalar yuzaga keladi. Birinchi misol, 70 yoshli otaxon pensiyasini bank kartasiga oladi. Pasporti ID kartaga almashtirilgan, lekin bankda eski pasport ma'lumoti qolgan. Pensiya bo'limida esa yangi ID ma'lumoti kiritilgan. Natijada iyul oyida pul tushishi kerak bo'lgan kuni kechikadi. Otaxon bankka boradi, bank ma'lumotni yangilang deydi. Pensiya bo'limiga boradi. U yerda bizda to'g'ri deyishadi. Aslida muammo ikki tizim ma'lumotining bir-biriga mos kelmasligida. Bunday holatda otaxon vaqt yo'qotadi, asabiylashadi, to'g'risiga pul topolmay qoladi. Agar u oldindan bankka borib, ID karta ma'lumotlarini yangilatganida muammo bo'lmas edi. Ikkinchi misol, 78 yoshli buvining pensiyasini o'g'li ishonchnoma bilan oladi. Ishonchnoma 1 yilga berilgan va muddati tugagan. O'g'il buni sezmagan. Pulin iyuldan keyin pul olishga borsa, to'lov berilmaydi. Endi buni notariusga olib borish kerak bo'ladi yoki notariusni uyga chaqirish kerak bo'ladi. Bu esa vaqt, xarajat va tashvish. Agar bu yotib qolgan bo'lsa, jarayon yanada qiyinlashadi. Shuning uchun ishonchnoma muddati tugashidan kamida 10-15 kun oldin yangilash kerak. Uchinchi misol, 2 guruh nogironligi bo'lgan fuqaro har oy 1.200.000 so'm nafaqa oladi. Uning qayta ko'rik muddati 1-iyulda tugagan. U meni baribir tanishadi, kasalligim o'sha deb yuraveradi. Iyul to'lovi kelmaydi. Keyin hujjat yig'adi, poliklinikadan yo'llanma oladi, komissiyaga navbatga yoziladi. Agar jarayon 25 kun cho'zilsa, u 1 oy daromadsiz qolishi mumkin. Keyin to'lov qayta tiklansa ham, o'rtadagi stress, qarz dorini kechiktirish muammosi odamga og'ir tushadi. 4-misol. O'quvchisini yo'qotganlik nafaqasini olayotgan 20 yoshli talaba semestrdan keyin o'qishdan chetlatilgan. Lekin oilasi nafaqa kelayotganini ko'rib, indamay olavergan. 6 oy davomida har oy 800.000 so'mdan olsa, jami 4.800.000 so'm bo'ladi. Keyin tekshiruvda bu pul asossiz olingan deb topilsa, qaytarish talabi chiqishi mumkin. Bu oilaga juda og'ir bo'ladi. Chunki ular bu pulni allaqachon oziq-ovqat, ijara, kiyim-kechak uchun sarflagan bo'ladi. Agar sizning hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, pasport yoki ID ma'lumotingiz bankda va pensiya organida yangilangan bo'lsa, pensiyani o'zingiz olsangiz, yashash joyingiz o'zgarmagan bo'lsa, nogironlik muddati doimiy belgilangan bo'lsa yoki o'z vaqtida qayta ko'rikdan o'tgan bo'lsangiz, ortiqcha xavotirga hojat yo'q. Tartib kuchaygani hamma pensiyasiz qoladi degani emas. Bu asosan ma'lumotlarda xato bor. Hujjati eskirgan, huquqiy holati o'zgargan, lekin xabar bermagan odamlar uchun xavfli. Lekin men shuni aytaman, menda hammasi joyida deb o'ylashning o'zi yetarli emas. Bir marta tekshirtirib qo'yish kerak. Chunki xato sizdan emas, bazadan, bankdan, eski hujjatdan, familiya yoki ism yozilishdagi farqdan ham chiqishi mumkin. Masalan, hujjatda O'g'loy deb yozilgan, bankda O'g'loy deb kiritilgan. Yoki tug'ilgan sana bir joyda 15.000 qo'qu eshitdi. Boshqa joyda 1000 qo'qu eshitdi bo'lib qolgan. Bitta raqam yoki bitta harf ham to'lovda muammo chiqarishi mumkin.
Eng katta yashirin xavf bu ortiqcha to'lov. Ko'pchilik pensiya kelaversa, demak hammasi qonuniy deb o'ylaydi. Afsuski bunday emas. Ba'zan tizim kechikib aniqlaydi. Masalan, odamning nafaqa olish huquqi may oyida tugagan, lekin iyun va iyulda ham pul tushgan. Keyin avgustda tekshiruv bo'lib, siz 2 oy asossiz pul olgansiz deyilishi mumkin. Bu holatda pulni qaytarish bo'yicha talab qo'yiladi. Odam esa pulni davlat o'zi yubordi-ku deydi. Lekin qoida bo'yicha fuqaro o'z holatidagi o'zgarishni xabar qilish kerak bo'lgan bo'lsa, javobgarlik masalasi chiqadi. Ikkinchi nozik jihat, bank kartasini boshqa odam ishlatishi. Ota-onasining kartasi farzandida turadi. PIN kodni ham biladi. Har oy pulni yechadi. Agar ota-ona rozi bo'lsa ham, bank kartasidan foydalanish qoidalari bor. Ayniqsa pensioner kasal yotib qolgan chet elda yoki boshqa viloyatda bo'lsa, keyin savollar tug'ilishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l ishonchnoma yoki qonuniy vakillik hujjatini rasmiylashtirish. Biz oilamiz-ku degan tushuncha hayotda to'g'ri, lekin hujjatda isbot kerak. Uchinchi nozik jihat vafot etgan pensionerning pensiyasi. Bu eng og'ir. Lekin aytishim shart bo'lgan mavzu. Agar pensioner vafot etsa, oila a'zolari bu haqda o'z vaqtida xabar berishi kerak. Ba'zan pensiya kartaga tushadi, qarindoshlar esa dafn xarajatlari ko'p bo'ldi deb pulni yechib oladi. Lekin qonuniy tartibda dafn puli, olinmay qolgan pensiya, meros masalalari alohida rasmiylashtiriladi. Vafot etgan odam nomiga keyin tushgan to'lovni yechib olish juda katta muammo keltirishi mumkin. Bunday vaziyatda darhol pensiya organiga murojaat qilib, qanday tartibda olinmay qolgan mablag'ni olish mumkinligini so'rash kerak. 4-nozik jihat ro'yxatdagi manzil bilan haqiqiy yashash joyi. Ayrim pensionerlar bir tumanda ro'yxatda, lekin boshqa tumanda yashaydi. Bu har doim ham muammo emas, lekin hujjat yuborish, tekshiruv, naqd pensiya yetkazish, ijtimoiy xizmat ko'rsatish, mahalla ma'lumotnomasi kabi holatlarda qiyinchilik tug'iladi. Agar siz boshqa joyga doimiy ko'chgan bo'lsangiz, manzilni rasmiy yangilash haqida o'ylang. 5-nozik jihat, telefon raqami. Hozir ko'p xabarnomalar SMS orqali keladi. Pensionerning nomida eski sim karta, telefon raqami ishlamaydi. SMS boshqa odamga ketadi yoki umuman bormaydi. Natijada odam muhim ogohlantirishni ko'rmaydi. Shuning uchun bankdagi va davlat xizmatlaridagi telefon raqamini yangilash ham muhim. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pensionerning pasporti yoki ID kartasi, pensiya guvohnomasi, bank kartasi, telefon raqami, yashash manzili bir-biriga mos kelishi kerak. Agar pasport almashtirilgan bo'lsa, bankka borib ma'lumotni yangilating. Pensiya bo'limida ham yangi hujjat ma'lumotlari kiritilganini tekshirtiring. Ikkinchi qadam, pensiya turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olasizmi? Nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik nafaqasimi? Ijtimoiy nafaqami? Har birining sharti boshqacha. Masalan, yoshga doir pensiyada hujjat barqarorroq bo'lishi mumkin. Lekin nogironlikda komissiya muddati muhim. Boquvchisini yo'qotganlikda o'qish ma'lumotnomasi muhim. Ijtimoiy nafaqada daromad va oila tarkibi muhim bo'lishi mumkin. 3-qadam, muddatlarni yozib qo'ying. Ishonchnoma qachon tugaydi? Nogironlik qayta ko'rik qachon? Bank kartasi amal qilish muddati qachon? ID karta muddati qachon? O'qish ma'lumotnomasi qachon yangilanadi? Bularni oddiy daftar yoki telefondagi eslatmaga yozib qo'ying. Men odamlarga har bir muddatdan 22 kun oldin eslatma qo'yishni maslahat beraman. 4-qadam, kerakli hujjatlarni tayyorlang. Odatda quyidagilar kerak bo'lishi mumkin. ID karta yoki pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi, bank karta rekvizitlari, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, nogironlik bo'yicha tek xulosasi, o'qish joyidan ma'lumotnoma, ishonchnoma. Ish joyidan ma'lumotnoma, vafot holatida o'lim haqidagi guvohnoma va qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar. Har bir holatda ro'yxat farq qilishi mumkin. Shuning uchun borishdan oldin telefon qilib yoki mahalla orqali aniqlab oling. 5-qadam, murojaatni yozma qiling. Agar pensiya kechiksa, faqat og'zaki so'rab yuravermang. Pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli ijtimoiy himoya organiga ariza bilan murojaat qiling. Arizada falon oy uchun pensiya to'lovi tushmadi. Sababini tushuntirib berishingizni va to'lovni qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yozing. Arizaga pasport nusxasi, bank rekviziti va kerakli hujjatlarni ilova qiling. Arizangiz qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam yoki belgi oling. Bu keyin sizga isbot bo'ladi. 6-qadam, bankni ham alohida tekshiring. Ba'zan pensiya organi pulni o'tkazgan bo'ladi. Muammo bankda bo'ladi. Karta bloklangan.
muddati tugagan, hisob raqami yopilgan, karta firibgarlik xavfi sabab cheklangan bo'lishi mumkin. Shuning uchun pul tushmadi deganda faqat pensiya bo'limini ayblamang, bankdan ham rasmiy ma'lumot oling. 7-qadam. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Iyuldan keyin pensiyangiz to'xtaydi. Men hal qilib beraman, kartangizni bering. SMS kodini ayting, oldindan pul tashlang degan odamlar ko'payishi mumkin. Hech qachon bank kartasi pin kodi, SMS kodi, shaxsiy ma'lumotlarni begona odamga bermang. Pensiya masalasi faqat rasmiy idora, bank, davlat xizmatlari yoki qonuniy vakil orqali hal qilinadi. Telegramda yozgan noma'lum odamga ishonmang. Avvalo vahimaga tushmang. Birinchi kuni bank ilovasini yoki bankomatni tekshiring. Keyin bankka qo'ng'iroq qiling yoki filialga boring. Hisobimga pensiya kelganmi, karta faolmi, cheklov bormi deb so'rang. Agar bankda muammo bo'lmasa, pensiya bo'limiga boring. O'zingiz bilan ID karta, pensiya guvohnomasi, bank karta rekviziti, oxirgi to'lov sanasi haqidagi ma'lumotni oling. Agar hujjat yetishmayapti deyishsa, aynan qaysi hujjat, qaysi muddatda, qayerdan olinishi kerakligini yozib oling. Og'zaki eshitib chiqib ketmang, chunki keyin chalkashib ketasiz. Masalan, o'qish ma'lumotnomasi kerak deyishsa, u kunduzgi ta'limni tasdiqlash kerakmi? Qaysi semestr uchun? Muhr bo'lish kerakmi? Elektron shakl qabul qilinadimi? Hammasini aniqlang. Agar ortiqcha to'lov bor deyishsa, darhol summa qanday hisoblanganini so'rang. Qaysi oylar uchun? Qaysi asosga ko'ra? Sizga yozma hisob-kitob berishlarini so'rang. Agar rozi bo'lmasangiz, shikoyat qilish huquqingiz bor. Lekin hujjatsiz, dalilsiz bahslashish qiyin. Shuning uchun har bir qog'ozni saqlang. Aziz tomoshabinlar, 11 iyuldan keyingi eng muhim xabar shuki, pensiya va nafaqa oluvchilar hujjatlarga beparvo bo'lmasligi kerak. Hujjatdagi kichik xato, muddati o'tgan ishonchnoma, yangilanmagan bank ma'lumoti, tugagan nogironlik muddati yoki o'qish ma'lumotnomasining yo'qligi pensiya to'lovini kechiktirishi mumkin. Eng xavfli holat esa asossiz olingan pulni keyin qaytarish talab qilinishidir. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq ota-onangizning yoki o'zingizning hujjatlaringizni tekshiring. Bank ma'lumotlarini yangilang. Ishonchnoma va komissiya muddatlarini ko'ring. Kerak bo'lsa pensiya bo'limiga murojaat qiling. Muammoni pul to'xtagandan keyin emas, oldindan hal qilish ancha oson. Sizning hududingizda pensiya kechikishi, hujjat talab qilinishi yoki bank kartasi bilan muammo bo'lganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida aytilgan ogohlantirish bir oilani katta tashvishdan saqlab qolishi mumkin.